Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga bugungi videomiz gazabloy g'ishlarini qanday holatda ishlab chiqarish sexidan mana boshlab oldik do'stlar. Birinchi navbatda qoliplarimizni mana tayyor qilib bloy g'ishlar kuyishga yog'layapmiz, moylayapmiz. Avtollarda ko'rib turganingizdek tayyor holatlarda qilib hamda bu joyitimizda mana semenlarni naval holatda to'kib, tarozlardan o'tkazib olamiz. Kila-kilasiga, qumlarni ham kila-kilasiga qo'yib, ko'rib turganingizdek 1 tonnalik suv bochkalarimiz tentlari graduslarigacha bo'ladi. Hamda mishalkalarimiz ko'rib turganingizdek qum, semen, hamma ximikatlarini, masalliqlarni solib qoliplarga kuyamiz. Buni ham hozir video qilib qo'yamiz. Keyingi videolarimizda ko'rasizlar do'stlar. Hamda shu shulkamizga kirib ketadi. Shu shulkamizda bir 2 soat turgandan so'ng reskalarimizga kelib tushadi qoliplarimiz. Reskalarda ko'rib turganingizdek 20, 30, 60 razmerda bloy g'ishlari razmerlarga olib kesiladi. Hamda mana bunday holatda qoliplarga bu liniyamizga o'tib quritish jarayonidan poddomlarga tashlanadi do'stlar. Kimgadir shunaqa stanolar kerak bo'lsa, murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz, seximizda ham ishlab chiqaramiz, ham stanoylari tayyorlaymiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek komplekt so'ragan akalarimizga komplekt, qo'shimcha qolip so'ragan akamizga qo'shimcha qoliplarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.